Alloh taolo bu dunyo jarayonini faqatgina ilmga bog'lagan. Ilmni Alloh taolo bandalarning o'rtasiga joriy qildi. Nima uchun? Mushkulotni yengish uchun, tezroq hayot kechirish uchun, go'zal hayot kechirish uchun va boshqa mahluqotlardan ajralib turishlik uchun Alloh taolo ilmni joriy qildi. Hozir ilm deb turib nima aytadi desa, bir narsani voqelikda turgandek tasavvur qilishlikni ilm deydi. Men asal deyapman. Lekin qo'limda asal yo'q. Sizlarni birortalarga ko'rsatmayapman. Lekin hamma tasavvur qildi asal nima ekanligini biladi. Mana shu ilm. Shu ilm. Bir narsani voqelikda tasavvur qilishlikni ilm deydi. Qulupnay. Mana hozir hammamiz qulupnay haqida ma'lumotimiz borligi uchun bemalol qulupnay haqida gaplashib o'tiramiz. Agar Alloh taolo shuni ilmini bermaganda nima bo'lar edi? Ilm bermaganda Alloh taolo siz bilan biz o'rtamizda shu ilmni joriy qilmaganda nima bo'lardi desa, qulupnayni ushlab olib bu nima bu desa, bu qulupnay. Qayerda bu o'sadi? Ketdi, hamma dalaga borish kerak edi. Mana qulupnay derish kerak edi. Yoki bo'lmasa bir tog' haqida gaplashmoqchi bo'lsak, toqqa borishimiz kerak edi. Nimaga? O'sha tog'ni ko'rishlik uchun ilm bo'lmagandan keyin shunaqa mushkulotga kirib qolgan bo'lardik. Lekin Alloh taolo ilmni joriy qildi o'rtaga. Nima uchun? Mushkullar yechilsin. Endi siz bilan men o'tirgan joyimizda dunyo haqida, koinot haqida, yer osti haqida, dengiz haqida, hattoki oxirat diyori haqida ham gaplashib o'tiraveramiz. Nimani hisobiga? Ilmni hisobiga. Ilmni hisobiga. Endi mana shu ilmni Alloh taolo shunaqangi darajada fazilatli qildiki, shunaqangi darajada sharofatli qildiki, al-ilmu kan-nur. Ilm bu nur. Nur bu. Hamma joyga ham qo'nmaydi. Alloh taolo pok bandalarni pok qalbigagina ilm beradi. Bir ilmni olib, o'shani sohibi bo'lib, o'zgalarga o'rgatayotgan muallimlarni bilaylik. Bu odamning qalbida nima bor ekan? Uni jismida Alloh taolo o'zi rozi bo'ladigan go'zal ne'mat turibdi. Ana o'sha ilm ne'matini Alloh taolo hammaga ham bermayman deydi-da. Faqatgina sanoqli pokiza qalblarga beraman deb Alloh taolo aytadi. Ilm shunaqangi buyuk narsa, oliy narsa. Buni oliyligini banda hech qachon mezonni to'g'ri ola olmaydi. Ana endi o'sha ilmni egalarini Alloh taolo nima qiladi? Ko'klarga ko'taradi. Bugun biz ustozlar haqida biz chegara qo'ymaymiz. Diniy olim, dunyoviy olim yo'q. Ehtiyojimiz bormi? Jamiyatda ehtiyojimiz tushyaptimi? Hamma ustoz birdek ustoz. Hamma ustoz birdek ustoz. Faqat diniy olimlarni hurmat qilish kerak deydigan bo'lsak, tibbiyotchi yoki boshqa ishlarchi, hayot jarayonichi, oziq-ovqatimizchi, dehqonchiligimizchi, dasturxonim, kiyim-kechagimizchi, hamma narsaga muhtojligimiz bor. Modomiki hamma narsaga ehtiyojimiz bo'lgandan keyin har bir sohani o'zini egalari, ilm egalari bo'ladi. Har bir sohani ilm egalari hurmatga haqli, izzatga haqli bo'ladi.